Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Muhabbat bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin azon aytishni to'xtatgan Biloldir. Muhabbat bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Madinada yasholmay uni tark etgan Biloldir. Muhabbat bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini uzoq vaqt ziyorat qilmagani uchun tushida payg'ambar alayhissalomni ko'rgan va bu qanday jafo bo'ldi ey Bilol degan so'zlarni eshitib uyg'ongach yig'lab payg'ambar ziyoratlariga jo'nagan Biloldir. Muhabbat bu tunda Madinaga kelib Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarni izlab topib ulardan bomdod azoniga izn so'ragan Biloldir. O'shanda azonni eshitgan Madina yig'idan larzaga kelgandi. Madina mana shunday hayajonli onlarga hech qachon guvoh bo'lmadi. Muhabbat bu Shomdagi qo'shinga Umar roziyallohu anhu azon aytib berishni so'ragan va ashhadu anna Muhammadur Rasulullohga kelganda to'xtab qolib yig'lagan va qo'shinni ham yig'latgan Biloldir. Eng qattiq va eng ko'p yig'lagan Umar edi. Muhabbat bu o'lim to'shagida yotganda ertaga sevganim Muhammad va ashabiga yetishaman degan Biloldir. Muhabbat bu ushbu satrlarni tinglaganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Biloldek sevib, uningdek to'lg'anib, ko'zlari jiqqa-jiqqa yoshga to'lgan sizdir. Muhabbat bu Umarlar farq qilgan va Bilollar yashagan Shom diyoridagi hozirgi musibatlardan ezilgan va Xudoga yolvorib duolar qilgan sizdir. Allohim bizni ota-onamizni, ahlimizni, seni yo'lingda sevganlarimizni, bizni sening yo'lingda sevganlarni, seni soyangdan boshqa soya yo'q kunda arishning soyasida jamlagin. Umarlar va Bilollar qadami yetgan Shomga o'zing tinchlik, nusrat va yordam bergin.